Birodarlar, ro'zadan maqsad yemay qo'yish, bir qator organizmni rohatlantirish, bir qator bir nima qilish, shlaglarni chiqarish emas. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi. Maqsad nima edi? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zadan maqsad taqvo. Ro'zadan maqsad taqvo. Uyqusi yaxshi odamlarning rashodini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam, asrgacha uxlaydi, qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi, bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'o bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u ro'zadan maqsad uxlashmasda. Bizni ro'zamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan ro'za bilan taqqoslasak, bizni ro'zamiz uyqu va ovqat g'oya. Birodarlar, ro'za tutishdan maqsad kelinlar